секунды, давай, малыш, посмотри мои очи. Видишь, что глаза болели мне очень. Все, что захочешь, просто поверь, отключи этой ночью. И даже если мы с тобой больше не встретимся, просто знай, детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф.
Işlarınıza, elinize, yüreğinize sağlık. Güzel dans yaptınızlar. Rahmet. Harmaya sizler, harmayla. Şu bar oldukken maybusun, milyoner olaylar. Müzikanı kemi kamat okşidir. Şu Amerika'dan girdik, Bağdat'tan çıktık okşidir. Özbek'e ötüp gittik. Azizler davramızda 2 yaşlı toy tamaşasına devam etmezden şu toyun başından Moşun Aydın'a ötüp gittik. Şu köp ağaylarımızdan bir teklif düşüp kaldı. Şurada şu Elecan ülkemizi şu boylarını toylarını tutuldurgenler. Bugün Kirin Paşa'mız şu Elecan ülkemizden bir iltimat düşüp kaldı. Doğanlardan bir iltimat düşüp kaldı. Böylece bugün bana bir yardım edip gitseniz şu. Bugün şu toy tamaşamızda azizler indik hiçten geç yoksa. Bugün şu kelinayımızdan erkek ülkeleri geldi, apayı singiller geldi, halayı emme geldi. Fakat atacı onu kemedi. Boylarımga niyet kılıp, toylarımni köre olmagan atam bu. Dostlarga o'xshab, nabirali bola olmagan atam bu. Qana endi 70-80 yoshga kirsaydingiz ata, 50 yoshga yetolmagan atam bor. O'zlasam ko'zlarim to'ladi yoshga, ayting boshimni o'ray qaysi bir dosha. Ajal qaramaydi ekan katta kichik yoshi. Diydorona doyolmagan atam bor. Keling aramizdan ergetgan farzand og'aylarning yurakida yashab yurgan kelinayimizning otajoni Ömürzoq og'amning ruh arvoyini shodadi. Şu bir minutlik tomoslik bilan yalqamangizni sizdan iltimos qilaman. Otasi o'lmagan kim bor? Onasi o'lmagan kim bor? Kelining izzati uchun otasini ruh arvoyini shodadi. Bir minut o'rningizdan turib, rijo etaman tomoslik bilan. İzzat qo'rlaringizdan turganingizga rahmat. Salomat bo'linglar. Jonlaringiz tanlaringiz sog' bo'lsin. Shu otasiga bermagan yoshni Alloh farzandlariga bersin. O'g'illi, qizli bo'lsinlar, molli, mulkli bo'lsinlar. Bugun ukamiz Serdorbek, Arslonbek, ukalarim tabriklayman. Serdorjon, Arslonjon yeganlaringiz qo'y bo'lsin. Go'raningizlar to'y bo'lsin. Dushmaningiz bor bo'lsa, ko'rib bilming kul bo'lsin. Minganingiz Mercedes, so'nggi model Lexus bo'lsin. Qalaversa, şu yanınızdaki malikalaringiz bilan baxtli bo'linglar. Fermada mollaringiz olsun, uyda bir topar ballarınız olsun. Ülkeler zoru maqtadimmi? Serdar Arslan zoru maqtadimmi? Toydan so'ng coşasınlar. Salomat bo'ling. Sizlar o'tirvering, turvering, toydagilar chapak chop edi. Bular bugün azartda bular, azartda. İkki kuyov, ikki galay qachon ko'rib turdi? Salomat bo'ling. Keling, klassdoshimiz bor ekan. Bugün ko'klarga yetgan yoshlarni tabriklash uchun Arslonbekning klassdoshlari bugün davramizni hurmatli mehmon ekanlar. Klassdoshlar sizlarni musiqa bilan davriga kutamiz keling. Keling azizlarimiz, ishdan kelib chiqishsin. Klassimizning o'rtalar yaptı, beshikchilar yaptı. Klassdoshlarga to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Arslan, klassdash, Elecan yenge, to'yingizlar bo'lsin. Eng yomon kuningizlar shunday bo'lsin. Ilk yil bortlara, beshiklarga kelaylik. Serdor aka, Oli yenge, sizlarning ham to'yingizlar qutlu bo'lsin. Eng yomon kuningizlar shunday bo'lsin. Qachonki eng baxtli semyonimizga o'rnak bergan bo'lsa, shu 200'lik semyonga o'rnak beraylik. Hamisha baxtli, taxtli bo'lmay, hech qachon yuraringizlar so'lmasin.
Aslanbey, klassdaşlar konvertin içine bir podarka getiripti. İçindeki pulu alasan, koşunlu salon, duty balon, bıstrıyla abgon, alıp binesen taze çıkana bolon. Abolon pulunu getiren klassdaşlara uğrayın çabaki. Arzıydı. Bu zatamız.